Bugungi videoda biz Minecraftning kodlarini ko'rib chiqamiz. Video boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosgan holda qo'ng'iroqchani qoraytirib qo'ying. Unda biz boshladik. Demak, bizga kerakli bo'lgan birinchi kod, ya'ni bu yerda villagerning turli xil moblar paydo qilsa bo'ladimiz. Masalan, villagerga sinab ko'rdik. Bu yerda summa va boshqa narsalar kerak sitlarni yozasizlar. Har xil mobning o'zini nomini yozib qo'yinglar. Masalan, biz villager deb yozib oldik, oldimizda villager paydo bo'ldi. Bilasizlarki, bular paydo qilish kompyuterdan, telefon uchun mos keladi. Keyingilarda ham shular hammasini yozmang va bularni bari qorong'u va yorug' tushirishga yordam beradigan seedlar hisoblanadi. Bu seedda qorong'u tushadi va daydigan joyingiz esa yorug' tushadi. Endi telefon oson, lekin bilmaganlar uchun kompyuter va boshqa narsalardagi foydali juda ham. Xo'p, keyingi seedimiz bu ajoyib seed, ya'ni xo'p, bu seed orqali biz TV, ya'ni hamma moblarni o'zimizga teleport qilib olishimiz mumkin. Oldimizga boy mobni chaqirib olishimiz mumkin. Ya'ni shu yoqdan atrofda bo'lgan moblarni oldimizga chaqirib olamiz. Juda ham kerakli bo'lgan seed hisoblanadi. Buni bilmadim, kimlar bilar, men ham uncha bilolmasdim. Xo'p, keyingi seedimiz biz ko'mak bo'lib olishimiz mumkin. Bu ko'mak bo'lib ajoyib narsa hisoblanadi. Bilasizlarki, bu nimaligini mana qo'limni ko'rsatyapman. Bu Minecraftda o'zida bloklar joylangani yo'q, lekin bu seed orqali qilishingiz mumkin. Mana har xil narsalar bor. O'zlaring bilgan narsalarni qilib olasizlar. Xullas, u seed demayman, uncha bilolmasdim. Xullas, sizlar ham bilmagan bo'lsanglar, like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu telefonda ham, kompyuterda ham xullas bedrock versiyada albatta ishlaydi. Xo'p, keyingi seedimiz biz bu seed sal qiyinroq bo'ladi. Bu orqali bedrocklar, bu bloklardan biz tekis oson qilsangiz bo'ladi. Chiqishga tushib olamiz. Bu joyni nomini, ya'ni adresini aniqlab olamiz. Film ash orqali aniqlab olishni mana aytdik. Raqamlar yozishingiz kerak. 61 mana 5 o'zlari chiqib turadi. Shu raqamlarni ketma-ket yozib turib jo'natishingiz va boshqatdan yana yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. To'g'ri, bu ozgina qiyin, lekin mehnatingizga arziydigan. Ya'ni bittalar bloklar qurib chiqmaysiz. Mana bu yerda bir olganingizdan keyin sekin osmonga qarab uchorasiz, to'g'rilanib bedrock tanlab olasiz. Men ba'dan bedrock olgim kelmayapti o'zi, ba'dan seed orqali bedrock olgim kelib qoldi. Mana agar birorta blok olgingiz kelsa, mana shu orqali blok ham olishingiz mumkin bo'ladi. Ortni seed bilan joyini yozib olib, bedrock tanlaymiz. Bedrock bo'lendi. Bo'ldi, mana bedrocklarni mana ko'rib turganingizdek tayyor. Buni sizlar bilmadim, yarim soatda qurib chiqsalaring kerak, lekin men buni 5 minut ichida qilib qo'ydim. Ozgina erimasalaring bo'ldi, mana shu seedlar terib qo'ysalang, keyin agar bedrock yo'qmasa, loyga ham ulardan so'ragan mana shu so'ragan bo'laveradi. Hozir bu orqali yo'qotsak bo'ladi. Mana bu seed orqali agar yana loy orqali paydo qilganingiz kelsa, dirt deb yozsalang, bu loy bo'ladi. Ko'rib turganlaringdek bloklar nomini bilishlaring kerak bo'ladi. Xo'p, endi bizga yo'qmayapti bu. Loyni ham yo'qotib olishim kerak. Endi ko'rib turganingizdek payt orada qochib qoldi. Mana shu yerda ham bedrock folli qilmoqchiman. Mana shu seedlar teraslar bedrock folli bo'lib chiqadi. Video yoqqan bo'lsa kanalimizga obuna bo'ling, videolarga like bosing. Xayr, hammaga pakar.